Joriy yilning 24-may kuni soat 23:10 da viloyat Ichki ishlar boshqarmasining navbatchilik qismiga Urganch shahrining Gulzor mahallasida joylashgan xonadonlarning birida keksa yoshdagi erkak kishining hushsiz yotganligi to'g'risida kelib tushgan xabar asosida tergov-tezkor guruh aytilgan manzilga yetib borganida ushbu erkak Urganch shahrida yashab kelgani, 1949-yilda tug'ilgan shaxs ekanligi va u olgan tan jarohatidan vafot etganligi ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlariga kirishilgach, uning kelib chiqishiga sabab bo'lgan omillar Xorazm viloyati prokurori, viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan tegishli mas'ullar bilan birgalikda keng jamoatchilik ishtirokida atroflicha muhokama etildi. Muhokamada dastlab viloyat prokurori mazkur jinoyatning tafsilotlariga to'xtalar ekan, uning kelib chiqishiga asosiy sabab jinoyat ishi bo'yicha jabrlanuvchi hamda 1971-yilda va 1995-yilda tug'ilgan ota-bola gumonlanuvchilar spirtli ichimliklar iste'mol qilishga ruju qo'yib, nosog'lom turmush tarzini kechirib kelganliklari. Shu bilan birgalikda ular istiqomat qilib kelayotgan mahalla fuqarolar yig'inlari yettiligi tomonidan ushbu shaxslar bilan ijtimoiy profilaktik yo'nalishdagi chora-tadbirlar lozim darajada olib borilmaganligi ta'kidlab o'tildi. Shundan keyin viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 3-yanvardagi 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 1-sonli qarorida mahallalarda sodir etiladigan jinoyatlarning oldini olishda mahalla yettiligi har bir vakilining xavfsiz muhit yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish eng ustuvor vazifasi etib belgilangan bo'lsa-da, mazkur jinoyat ishi yuzasidan olib borilayotgan dastlabki tergov harakatlari jarayonida jabrlanuvchi va gumonlanuvchilar bir necha kun davomida birgalikda spirtli ichimliklar iste'mol qilib, o'rtalarida kelib chiqqan nizo tufayli ota-bola gumonlanuvchilar keksa yoshdagi shaxsni ayovsiz kaltaklaganliklari aniqlanganini, ammo ushbu xonadonda bir necha kun davom etgan ichkilikbozlik va shovqin-suronga mahalla yettilik va shu yerdagi istiqomat qiluvchi boshqa shaxslarning umuman e'tibor qaratmaganligi o'ta achinarli hol ekanligiga to'xtalib, dastlabki tergov harakatlari jarayonida ushbu mas'ul shaxslarning xatti-harakatlariga ham huquqiy baho berilishini aytib o'tdi. Shuningdek, muhokama yig'ilishida viloyat hokimining o'rinbosari, oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'i ham so'z olib, oila turmush darajasidagi jinoyatlar ortib borayotgani barchani birdek tashvishga solayotganligini, bu borada mahalla yettiligi o'zaro hamkorlikda keng qamrovli profilaktik ishlarni olib borishi lozimligini tushuntirdi. Shundan keyin jabrlanuvchi va gumonlanuvchilar istiqomat qilib kelgan mahalla yettiligining mazkur holat yuzasidan hisobotlari eshitildi. Yakunda Urganch shahar hokimi sodir etilgan ushbu ayanchli jinoyat mahallalarda jinoyatlar profilaktikasini amalga oshirishda yangicha yondashuvlar ishlab chiqishni taqozo qilishini, bunda mahalla raisi va profilaktik inspektor tashabbus bo'lishi lozimligini ta'kidlab o'tdi. Muhokama so'ngida jamoatchilik fikr-mulohazalari eshitilib, tegishli qaror qabul qilindi.